Sahnimizde Abdülkerim Ablus, Tömürxan Rozi. Adam var mı? Adam var mı? Adam var mı? Kim o? Adam var mı? Adam var mı deb ödegende adam bo'lmay hayvon bo'lam deyki. Assalomu alaykum deb kirishdim bilmagan bular. Assalomu alaykum. Va alaykum. Boyi birisi mushu uydan televizorim buzilib qoldi, remont qildirman deb meni ishxonamga telefon qildi-ki, shuni kelgandim. Ajab tiz gapsiz-a, telefonni nima bo'lgan? Ha. Keling o'tiring afkam. Ya bo'ldi, mana televizorni. Afkam avval o'tiring ha. Ya men oldimlar Afkam avval bir o'tirib paslar. Men oldimlar. Ha, adislar. Televizorni bir ko'rib boqaylik. Ha, ko'rslar. Televizorni bir ko'rib boqay, zot nima bo'ldi-ki? Gap qilmang afkam, nima bo'ldi? Men televizorni faqat ko'rgin olmaydigan bo'lib ketdi deyman. Nima bo'ldi? Chiqmayotamda? Chiqmayotamda deganni. Chiqmi soloti degan narsam ochiq oshkor chiqadigan bo'lib oldi afkam. 30 karatning 8i so'ziq chiqdi, televizorning ichida odamlar buzuq chiqdi. Bu gapingiz faqat tushunmadim-ku. Men qarang afkam, men uyda televizorni kino ko'ramanmi-ki, xabar ko'ramanmi deb olgan. Qachonli qarsam men televizorimdan doktorxonaning ilonlari chiqib afkam. Hozir men yerim doktorga aylanib qolay deb qoldim juma. Unda yaxshi bo'pti-ku. Yaxshi bo'pti deganni. Afkam, ma televizorda kinoning orsiga ilonni qistirib qo'yapti. Hozir ma televizorda ilonning orsiga kinoni qistirib qo'ydigan bo'lib oldi deyman. Buning ustiga ma televizorning ekranining 4 bo'lingida 4 xil xat. Hammasi ilon, o'tirdi kino. Kim buni o'zgartirib o'tirdi ilon 4 bo'lingida kino emas, qanday ko'raman deb so'rayapti. Qaraganda bu e'londan bek zerikib ketibsiz, ha? Qo'ying afkam. Unda asosh e'lon bergan chaqda televizorni ko'msingizda bo'ldi ekan-ku. Afkam, adam ko'may desam adamning ko'zi chiqib qoladi ekan. Qachonli qarsangiz ayollar kasalligidan erlar kasalliklarini maqtab ekan. Uni azab ayollarning ish kiyimini to'lib maqtab, nerdan topdiki bu yalang'och sho'shoq otilini. Adamning ko'zi ochak qilib. Unda asosh yalang'och ayollar chiqqan vaqt televizorni qarmay o'tiribsiz bo'lmadimi? Afkam, siz gap tushunamsiz. Biz go bir qatim qarab qaramaydi ekanmiz. Lekin men yenimiz o'tirgan balchaqlarimiz to'shikda qarab o'tirib ko'rdik emasmi? Ya bir xotin ballalarimizdan, ota-onalarimizdan, ballalarimizdan bir xotirjam o'tirib ko'rgini bo'lmasa, shundayligidek halaq yer chiqqandek hojatxonaga yolg'onda yuguradigan gap. Unda bir kino tugicha yolg'ondan 10-20 qitim hojatga chiqibman-da, ha? Naq gapni qildingiz ukam. Ba'zi uningdan jiqchimi? Har roz bir kun hojatxonaga kirsam, 5 yoshga kirgan kichik o'g'lim nima deydi deysiz? Nima deydi? Dada, hojatxonaga kirolmaydigan bo'lib qoldingiz. Qaraganda sizmi televizordagi e'lon qilgan nima champishandamdi, marazbizdamdi. Mazbizi adam. Shu biz o'qqa o'xshaysiz deydi. Demak, kichik baloningmi? Kam. To'g'ri. Unda bo'lsa televizorni 2 qilib olsangiz o'g'dek. Ma bala nima deydigan? Ukam bu televizorni 2 qilib qo'ysam, mayliqidek halaq-yali chiqqanda kanal o'tkazadigan odam yo'q, baldirim o'taz fursat topib bera. To'g'ri. Bu deganingiz bu to'g'ri. Unda qanday qilsangiz ular? Qachonli qarsam shu jinsiy kasal ilonlar bilan ayollarning badallarini jongshu qilib o'zgartirgan ilonlarni ko'raverib ukam. Shu ko'chaga chiqsam shunga, butun erlarning hammasi ojiz, ayollarning hammasi ko'zimga saqtidaglik ko'rinadigan bo'lib qoldi juma ukam. Rastaysiz. Uning ustiga bunday ilonni ko'raymas, adam o'zini gumon qiladigan bo'lib qoldi ukam. To'g'ri deysiz. Rasmus televizordagi ba'zi bir ko'rinishlar bolalarimizga qattiq ta'sir qilyapti. Jin gap qildingiz ukam, jin gap qildingiz. Burun bog'o. Bolalarimizni, balam, sen hali cho'ngib qolding, to'yingni qilib qo'ysak bo'ldi desak, villada qizdirib ya qarab olibdi. Hozircha balam, seni to'yingda baq dada restoranda qilamiz. Deydigan bo'lib ketamizmi? Rast dedingiz. Mushu chatning ba'zi bir kinolarini, ba'zi bir ko'rinishlarini ko'raverib, o'z bolalarimizni sharmi hayo degan nima qolmadi. Jin gap qildingiz ukam. Ug'avalda gap qildingiz. Qarang ukam, men burun quvog'i bizning ba'zi qiz cho'kanlarimiz o'zining ifat nomusini saqlab qolish uchun jinni qurbon qiladi. Hozircha ba'zi qizlarimiz ukam bir damlik hissat uchun o'zining ifat nomusini qurbon qilyapti deyman. Aytdim, hamma televizordan foydasi yo'q ukam. To'g'ri. Qarang aka. Buning hammasini kino, televizorga atib qo'ysak yana bo'lmas.
Hozir jamiyatda yaxshi ishlar nihoyat ko'p. Bunga ergishib nachar ishlarmi bizga nihoyat tez surat sing'ayotir. Ukam, nachar bakrak singadi ekan deyman. Shuning uchun biz meg'izni qabul qilib olib, shaklni tashlasak bo'lmadimi? Endi bu deganingizmi to'g'ri ukam, mayliqi akishning g'ururi tegadigan, akishni yolvasa qiladi, pilda qiladi, ishda qiladi deydigan ba'zi gap so'z ko'rinishini ukam. Sal siliqlab yepibroq desami bo'ladi-ku, ha? Nima qiladi deyman shu? Adamning chavasini chitib yeb, qanchilab piliq tushundirdi. Baqaraq aka. Shu xildagi kasalga giribtor bo'lganlarga ayrim tushundimsa, Allah xijilib qilib, doktorxonaga borolmaydi emasmi? Jenim ukam, hammadan shu xilda kasalma. Sizlar shunday kasalma? Ya. Demak, unda kasal bo'lmaganligi shunda kasallikning qo'liga kelib deb qo'yib tugimidimi? Nima qiladi men sazoyi qilib? Aka, bu televizoringiz saqmi, zot buzuqmi? Meni bir dana. Buzuq ukam, buzuq. Ha? Ma televizorni, ya ukam ishini heliqida ko'rinishi chiqmaydigan qilib, qaytadan qurashtirib tanglab bering. Bo'lmasa ukam ma televizorimni ochliq bir olib bering, ko'zimni ko'rib berim qilsam, qutib ketaymiz televizordan. Nega gapirdi? Heli qilindarsin, maqtab satadigan heli doktorxonaga gapirib ukam. Ashulab o'zlarining ilonni o'zdirib, xotin bolalar o'tirib, ko'rib baqsin qanday bo'ladi-ki. Ular gapirib berganning nima foydasi? Ular gapirib berganning foydasi yo'q. Men qarang. Qaraganda bu televizordan bek zerikka o'xshaydi. Sen zerikdim ukam. Zerikibsiz, ha? Rasmi. Unda shu aka, menda qilaylik. Eng yaxshisi men televizordan menga berib o'tang. Men opirib, chuvib, saymonlarni ishiltib o'tay. Aşnalı kılına canım fıkam, benim için hem de mi kutulduruna, işledik saymalının hemen ektiğine, her az kepeyemen kapkasın. Kalk böyle televizyonu yokken de kapkamasın fıkam. Kabir işinde al, kurayşlar bir işinin hemen ektiğine siz gibi verip kutulup gideyim. Bakın, canım. Fıkam. Ne böyle? Yılıq televizyonda biraz yakın değil ki. Hindistan abi kinosuna başladı değil ki. Nuracı demdi o, Miracı demdi o. Hali yaman emas kino kendik, açtı körep alapla tükendeki sizge kaç telefon kılsam keple ektemsiz ya. Aş kino tüken ama bana telefon kılam ben keple ekitey. Olam da? Estağfurullah. Onun kendi uvlap akçan ilik Koreyanın kinosuna başlaydı o. İlik köreversem deydi gal. Onun xotun ballarım yaman amraktı. Bağımız tükenme bir neç gün qarap bakamdık ya. Onda kılık televizyonumdan başka yerlerde kesel olsun da qarap bakıp oңşap birip mağamsız ya. Qaraganda bu kesel televizor demes ki. Bu kesel özünüzdeki. Sizden bazı meselelerge qarata ziyade sezimçalıqınız iş ketipti. Oldu ben kettim. Kesel özünüzdeki? Ziyade sezimçalıqınız iş ketdi da? Bu qanday kesel oğuyten da? Bu kesel... Doğru. Kirip televizorga bir qarap baqayçı. Muş kesellik qarta doğrunu gibi çıkıp qalsa acep emas. Doktorxonaga berip şükütçe doğrusunu televizorda tapay. Hey bala. Anuca. Hey bala, televizor uca kanal yötke. Kanalni yötke, hoşlap gete, kanal yötke. Nemi deydi qamda ma bu? Nan ayalım ne çıraylı qıldı. Nan xotim ne güzelleştirdi. Nemi deydi qamda ma? Qoç arkadaş ayalımni çıraylı qıldı, güzel qıldı, ayalını bir əgürəm teki. Hey canım balam, ma televizorunu yöt. Estağfurullah, çıkın bir çıktı o, hem de 5 santimetre ses bırak, gayri bıraktım. Hey balam, aşk teresini tuğlukunu içi ver, ma ses bırak, talağı çıkartsın. Estağfurullah, ma televizorunu hem de şup, gençlik gördüğüm buldum da. Rahmat. Sizlarning kulkanlar mening eng zo'r baxtim. Rahmat.